hamma davlat rahbarlari o'sha davlatdagi rahbar xodimlar mahalliy mashinalarga o'tirar ekan degan xabarni eshitib qoldim. Boshlanganligi haqida ham ma'lumot chiqdi. Ma'lumot chiqdi. Men bitta savol bo'lyapti-da, menda endi bitta so'z aytib o'rgim kelyapti, aytmayapman. Ayting. Bitta savol kelyapti-da. Xo'p, hammasi ko'plari Inamarkada yurar ekan. Vazirlar asosan hokimlar, kim Inamarkada? Vazirlar, hokimlar, Vazirlar Mahkamasining kattakonlari, prezident administratsiyasining kattakonlari. O'shalar edi faqat. Shundoq ham zaministr boshqalar hammasi Malibuda yurardi. Endi bularni mashinalari oxirgi bular hammasi kecha olingan yangi masla salafan yechilmagan mashina emas-ku. Bularni ko'plari 10 yillik, 15 yillik Mercedeslarda yuradi-da. U 10 yillik, 15 yillik Mercedesni olib chiqib hozir bozorga auksionga qo'ysangiz, yangi Malibudan qimmat bo'lmasligi mumkin-da. Hozir shu yo'sinda biz byudjet pulini ekonom qilyapmizmi yo biz byudjet pulini talon-taroj qilyapmizmi? Hozir ular shu katta avtoparkka 500 ta mashinadir. Avtoparkni bular nima qiladi? Bular auksionga chiqarib sotamiz deyapti. O auksionga chiqarib ishlatib haydalgan mashinalar narxi hozir kopeyka bo'lyapti-da. Auksionga qayerda qoladi? Vazirlikning balansida qoladimi u pul yoki auksionga chiqarib bir xillarini Malibudan ancha arzonga, bir hop mayli bir 10% ni Malibu narxida sotadi-da, qolgan Malibudan arzon. Unga yangi Malibu. Endi 3-savol viloyat hokimlari taqvo olamish. Senat raisi taqvo olamish. Bugun Kunuz sayti bir video qildi. U yerda aytilyaptiki, Madaniyat vazirligining matbuot xizmati bilan gaplashdik. Hali qanaqa avtomobilda yurishni maslahati bo'lyapti ekan vazirlikda. Mana shunday dedi. Taqvo o'sha Mercedeslarning narxidagi mashina. Bu birinchidan. Ikkinchidan ularni nimasi mahalliy ishlab chiqariladi deyman-da. Men shu narsa u nima Mercedes mindi, nima Malibu mindi, hammasi chet el mahsulot. Mahalliy ishlab chiqarish uchun baraka topish uchun Gentraga o'tsin, Cobaltga o'tsin. Haqiqatan ham ekonomiya bo'ladi, ham mahalliy ishlab chiqarish. Mana mardi bormi? Ilyos, men vazirlarning ichida mana bosh vazir, o'rinbosarlar, savetniklar mardi bormi? Men mahalliy dedi prezident. Men mana Cobaltda yuraman ertadan. Bormi mardi? O'zi bosh vazir Malibuga o'tarkan, hokimlar o'z-o'zidan Gentra, Lacettilarga o'tishi kerak edi, mana iyerarxiya bo'yicha bunday. Endi men shu narsa haqida bir narsa aytmoqchimanki, albatta o'zi maqsad nima edi degan savolga javob. Maqsad mahalliy ishlab chiqaruvchi bizani o'sha yagona bo'lgan o'sha O'zbek avtosanoat tashkilotini qo'llab-quvvatlashmi? Uni mashinalarini o'zimizning yurtimizda o'zimiz mashinada yurishmi yoki maqsad boshqa narsami? Maqsad nima edi degan savolga javob topaylik-da va shundan kelib chiqaylik. Bu qanchalik shu maqsadimiz, shu bizni yaxshi bir balkim bir yaxshi ma'noda aytilgandir bu narsa. Iqtisod bo'lsa qancha foyda olib keladi va u nimalarga ishlatadi? Nimani o'rnini qoplaydigan savolga javob topsak, hammasi o'z-o'zidan muhokamalar joyiga tushadi. Arziydimi? Shuncha shunga arziydi deyman-da. Endi ular agar pastga tushsin, shart emas, o'sha xalq qiynalib yurganda shunaqa mashinada yurishi deyilgan bo'lsa, uni muhokama qilmasdan, ko'z-ko'z qilmasdan, mana men o'tdim, sen ham o'tinglar demasdan, bir kunda hal qilib qo'yib, bir kunda u pulni kerakli joyga ishlatib, buni e'lon qilish mumkin. Agar bular xalqchil bo'lsa, Cobalt Gentraga o'tib olish kerak. Mana gapim. Shular xalqchil bo'lsa, muhokamasiz. Chunki shu Cobalt Gentrani xalqimizning asosiy qismi peshinaga surtib, o'z vaqtida 1 yil, 2 yillab o'chirib kutib olyapti. Agar bular xalqchil bo'lsa, hammasi Cobalt Gentraga o'tib olish kerak. Malibuga emas. Cobalt Gentraga o'tib olish kerak. Ana o'shanda chape chalsa bo'ladi. Baraka topishsin. Молодец. Shu o'zini anaqa qilmasdan, shu xalq minayotgan mashinani minib, vaqtinchalik bo'lsa ham, 5 yil, 10 yil bo'lsa ham arzonroq minarkan dirdik. Lekin bundan ham naf qancha? Chunki eski shuncha pul sarflangan mashinalar nima bo'ladi?